kvadratli aqlli kotel. Bo'ldi bu. Mana shu qopqoq ekanda, mana qatirlar ekan. Mana zashitalari qo'yilgan. Xo'p, yana nima karomatlari bor? Yana nimalar qo'yiladi bunga? Osonligi. Tozalash oson. Ishlatish osonligi. Oddiyda oshxonasi yo'q bunda. Ko'mirga, hokaga O'tin, ko'mir, hok. Svetga ham eplab beramiz, ko'tarishsiz. motor Motor qo'yiladi. miya qo'yiladi. Aqlli miya, prostoy miya. Qanday ishlaydi shularni ham ayting-da buni. 200 kvadratli kotel qanday ishlaydi? O'tin ko'mirga ishlaydi, gazga ham ishlaydi. Yo'q, gazga bunga ishlaydi. katta gaz kerak. Gazga eplab olmay qolsa O'tin kerak. ko'mirga ishlaydi. O'tin ko'mirga. To'g'risi svetga ham qo'yib beryapti. Misol ko'mirni nimaga bosadi? Ha. O'txonaga, tepasiga o't yoqadi, pastga yonib tushiradi. Verxniy ring. Ha. Eng kami 13 soat, 14 soat yonyapti. Endi gradusga qarab 1 sutkaga ham yonadi buni. Yana nimalarini aytamiz? Shu mana ventilyatori bor. Ventilyatori ma'lum gradusga yetganda o'chadi. Bu kotolga boshqa joydan havo kirmaydi, kotolda o'zi o'chadi. Keyin gradusdan tushib ketgandan keyin yana ventilyator qo'shadi, gradus ko'tarib beraveradi. Ishlaydi kotol. Ichki sistemalari nima buni? Qanaqa nimalar bor? Sistemalar to'rli, qalin. Ha. Qalin listdan bo'lgan, polniy, palasa, mayda shunda hamma yo'q, qalin. Endi xizmat uzoqroq bo'lsin deyishda maqsad. Sifati, garantiyasi necha yildan beri qilinyapti bu? Sifati xudo xolasa behijolat. Buni eng kami 8 yildan beri qilamiz. Ha. Tajriba bor, behijolat. Tepa narsa emas, birinchi marta qilishimiz emas. Birinchi olgan odam yana qaytib ham olishlar bo'lyaptimi? Yo'q, xudo xolasa klientlar bor. Oladi. Doimiy olib keladigan odamlar bor. Narxi necha pul qilib beramiz buni? Narxini 7,5 millionga chiqarib beraveramiz. Komplet 7,5 million. Hamma yo'q ichida, ustidan o'pkasi hammi 7,5 million. Yo'q, shu yerdan tayinlab berishi nolga. Tayyor qilib berishi 7,5 million. Ustun o'pkasini kelishamiz.